Lekin Mebel City kanalini kuzatuvchilari hamda bizning kanalni yangi kuzatib turgan hamyurtlar, kanalimizga yangi bo'lsangiz kanalga obuna bo'lish tugmasini bosib qo'yish esdan chiqmasin. Mebel City o'zining obunachilariga yana narxlarni chegirma qilishda davom etadi. Xurram mягкий posonda ishlangan komplekt, tugma posonda oldi ko'rinish sidinasi 12 sm machalka bilan qoplangan, oldi ko'rinishlar 3D posonda ishlangan. 24 kishilik xon taxtasi 640 ga 120 10 metrli uylarga mo'ljallangan komplektlarni 13 million so'm evaziga xarid qilishinglar mumkin. Buning uchun bizning kanalga obuna bo'lish tugmasini bosib qo'ygan bo'lishinglar shart. Bu komplekt Buxoro viloyatining Olot tumaniga tayyorlandi. Bu komplekt Xurram 24 kishilik gulli posonni Buxoro viloyatining Shovot tumaniga tayyorlandi. Bu komplektimiz ham narxi 13 million so'm, narxlari o'zgarmaydi. Biz uyimizni razmeri kichkinaroq, bizga 12 kishilik kerak deydigan obunachilarimiz uchun 6,5 million so'mga mash komplektimizni 12 kishiligini xarid qilishinglar mumkin. Menga 16 kishilik komplekt stol ustunlar kerak, uyim razmeri 6 metrli deydigan obunachilarimizga 16 kishilik variantlarini ham tavsiya qilamiz. 8,5 million so'm evaziga xarid qilishinglar mumkin. Manzilimizni eslatib o'tamiz. Manzilimiz Andijon viloyati Oltinko'l tumani Ijtimoiyat mahallasida joylashgan. Savdo qiladigan joyimiz Andijon Mebel bozorida savdo qilamiz. Telefon raqamlarimizni eslatib o'tamiz. Telefon raqamlarimiz 93 692 04 66, 94 797 11 11, 97 541 58 58. Telefon raqamlari 24 soat davomida ishlab turadi. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. O'zbekistonning barcha viloyatlariga dostavka xizmatlari bor. Kelishilgan holda Andijon viloyati, Andijon shahriga dostavkamiz besplatni. Qo'shni Qirg'iziston Respublikasining O'sh, Qorasuv shaharlariga, Tojikiston Respublikasi Andarxon yoki bo'lmasa Sadoqat chegara postlarigacha, Turkmaniston Respublikasining O'zbekiston bilan chegaradosh viloyati Buxoro hamda Xorazm viloyatlarigacha dostavka xizmatlarini yo'lga qo'yganmiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bizni qaysi viloyatda kuzatib borasizlar, kommentariyada yozib o'tib ketinglar. Bu biz uchun juda qiziq. Kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yish esdan chiqmasin. E'tiboringlar uchun katta rahmat.